Bismillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kanal kuzatuvchilari, tibbiyot talabalari, shifokorlar, siz bilan xususiy patologiya ko'rsatamiz. Bugun inshaalloh sizlar bilan surunkali bronxit kasalligi yuzasidan buni patologik anatomiyasi, ya'ni patanatomiyasi haqida to'xtalib o'tamiz. Xo'p, surunkali bronxit kasalligi. Surunkali bronxit kasalligi o'pka va yuqori nafas yo'llarini surunkali yallig'lanishi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Bu kasallikda odatda uzoq vaqt davomida xuruj bilan kechadigan yo'tal va ko'p miqdorda balg'am ajralishi bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni uzoq vaqtdan beri yo'talyapti, undan tashqari esa yo'talda balg'am bo'ladigan bo'lsa, uni surunkali bronxit kasalligiga podozreniya qilishimiz mumkin. Endi nima sababdan aynan surunkali bronxit, o'tkir bronxiti o'qitilmayapti desangiz, aynan tematik planimizda bu mavzu osonroq tushunilishligi uchun, ya'ni ma'lumotlari ko'proq va osonroq tushunarli bo'lganligi uchun shunisini tanlab oldik. O'tkir bronxitdan surunkali bronxit qanday farqlasiz? Xo'p, o'tkir bronxit kasalligi bilan chalinib, bir yilda 2-3 oylab 1-2 marotaba takrorlanadigan bo'lsa, o'tkir bronxit kasalligi. 2 yil davomida mana shunday holat takrorlansa, biz bu kasallikka surunkali bronxit diagnozini qo'yamiz. Xo'p, demak, biz klinikasiga, propedeutikasiga ortiqcha to'xtalmaymiz, aynan patologiyasi bilan shug'ullanamiz. Kasallikning etiologiyasi nima? Kasallikning etiologiyasi albatta yuqori nafas yo'llarini ko'p miqdorda ma'lum bir patologiya keltirib chiqaradigan narsalar. Endi bunda nima bo'ladi? Changlar, ya'ni har xil turdagi changlar bo'lishligi mumkin. Autoinfeksiyalar, undan tashqariga chekish, kimyoviy moddalar, o'tkir bronxit kasalligi, aytib o'tganimizdek, o'tkir bronxitdan keyin surunkali bronxit kasalligi kelib chiqadi va o'tkir respirator virus infeksiyalar. Bu yerda changlar bo'lishi mumkin. Surunkali ravishda sement zavodlarida ishlaydiganlar, chang ish bilan shug'ullanadiganlar, konlarda ishlovchilarda bu kasallik ko'p miqdorda ko'plab kuzatilishligi mumkin ekan. Xo'p, kasallikning patogenezi qanday kechadi? Bu kasallikda endi surunkali bronxitning rivojlanish mexanizmi ko'p bosqichli bo'lib, asosan uzoq muddatli yallig'lanish, albatta uni tagi mohiyatida yallig'lanish prosessi yotadi. Aynan ana shunga asoslangan. Bu kasallik patogeni epiteliy shikastlanishi, gipersekretsiya, bronxial obstruksiya va immun javobning buzilishi muhim o'rin tutadi. Takrorlayman. Epiteliy shikastlansin, undan keyin shikastlangandan keyin yallig'lanish jarayoni ketadi va gipersekretsiya bo'ladi va bronxial obstruksiya bo'ladi. Ko'p miqdorda balg'amlar ajralgandan keyin obstruksiya bo'ladi, tiqiladi va uni yo'q qilish uchun immun javobning buzilishi kuzatilar ekan. Xo'p, ketma-ketlikda ko'ramiz. Etiologik omillar va boshlang'ich o'zgarish, ya'ni chekish yoki atrof muhit omillari. Bular yuqori nafas yo'llari infeksiyalari va boshqa omillar bronxial epiteliy qavatini shikastlaydi. Yuqorida sanab o'tgan mana bu turdagi etiologik omillarimiz aynan yuqoriga nafas yo'llarimizga tushadi va bronxial epiteliy qavatini nima qiladi? Shikastlaydi. Shikastlagandan keyin u yerda bronxlarimiz sekretsiyasi ortadi, giperaktiv holatga o'tadi. Aynan shikastlangan epiteliy va yallig'lanish mediatorlari ta'sirida bronxlarda quyidagi o'zgarishlar kuzatiladi. Birinchi navbatda gipersekretsiya bo'ladi. Mukosiliar apparat tomonidan ko'p miqdorda sekretsiya ajralib chiqishi ko'riladi. Aynan bronxial bezlarning kattalashishi natijasida balg'am ko'p miqdorda ajralib chiqishni boshlaydi. Balg'am nima edi? Balg'am aynan shu mukosiliar apparati yallig'lanish prosessi jarayonida ko'p miqdorda ishlashi, ya'ni giperaktiv holatda gipersekretsiya bo'lishligi natijasida hosil bo'lgan quyuqaga biz balg'am deb ataymiz. Undan keyin esa bronxial obstruksiya. Yallig'lanish va balg'am tufayli havo yo'llari torayadi. Yallig'lanishda belgilarida o'tgan darslarimizda gaplashdik sizlar bilan. Sezgani pentadasi bo'yicha shish bo'ladi. Ya'ni bronxlarimiz yallig'langandan keyin shishar ekan. Va bu esa havo yo'llarini toraytiradi va bu havo o'tishini qiyinlashtirib beradi. Bronxial mushaklarning giperaktivligi. Bronxlar tezroq qisqaradi. Bu esa hansirash va nafas qisilishiga olib keladi. Qo'shimcha ma'lumot sifatida hansirash organizmda 3 xil turda bo'ladi. Aynan ekspirator, inspirator va aralash tipdagi hansirashlar bor. Birida nafas olishga, ikkinchisi nafas chiqarishga, ba'zi bir kasalliklarda esa ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Ham nafas olish, ham nafas chiqarishga qiyinlashishligi mumkin. Xo'p. Endi
Eslab qolishligimiz kerak. Surunkali bronxitda yallig'lanish mediatorlarida aynan interleykin 1, interleykin 6, interleykin 8 lar va tumor nekrotik faktor alfa yallig'lanishni rag'batlantirib beradi. Prostaglandin va lekotrinlar bronxospazmni kuchaytiradi. Aynan biz aytyapmiz, mana bu yerda hansirash, nafas qisilishi, ko'p havo yo'llari torayishiga aynan prostaglandin va lekotrinlar ko'p miqdorda ishlab chiqariladi. Surunkali ravishda yallig'lanish ketyapti. Ya'ni bularning miqdori ortadi. Bronxospazmni kuchaytiradi. Serotonin va gistaminlar aynan bu takrorlab o'tayotganlarimiz o'tgan darslarimizda ham sizlarga tushuntirdik. Yallig'lanish mediatorlari hisoblanadi. Prostaglandin, lekotrin, interleykinlar, serotonin, gistaminlar. Bular endi qon aylanishini buzadi, eksudatsiyani oshirib, shish keltirib chiqaradi. Aynan shish qayerdan kelib chiqyapti desak, aynan serotonin va gistaminlar qon tomir o'tkazuvchanligini orttirib yuboradi. Aynan shu sababli shish mexanizmi kelib chiqyapti. Shishning mexanizmi aynan mana shunday. Aynan surunkali bronxit kasalligida. Xo'p, keyingi bosqichimizda yallig'lanish jarayoni va immun javob. Bunda nima bo'ladi? Bunda bu yerda endi makrofag va neytrofillar faollashadi. Aynan keltirib chiqargan o'sha patologik omilni yo'q qilishga qaratiladi. Bu hujayralar proteolik fermentlarni ishlab chiqaradi. Epitel shikastani kuchaytiradi. Ya'ni o'zidan proteolik fermentlar ishlab chiqaradi va ular esa ma'lum bir bakteriya bo'lsin, o'sha kasallik keltirib chiqaradi. Narsa bo'lsa shuni nima qiladi? Eritib yuboradi. Xo'p, bu yerda endi Ross mexanizm kechadi. Reaktiv oksigen sistema mexanizmi. Chekish va infeksiyalari natijasida reaktiv kislorod turlari ko'payib ketadi. Reaktiv kislorod turlari antioksidant tizimlarini zaiflashishiga olib keladi. Bu jarayon bronxlar devorining qalinlashiga va o'pka elastikligining pasayishiga olib kelar ekan. Demak, kasallikni patogenezi aynan mana shunday bosqichlarda birin-ketin namoyon bo'ladi. Xo'p, bu kasallikni biz patologik patoanatomiyada biz makroskopik ko'rinishlariga alohida e'tibor berganmiz. Demak, yirik bronxlarni, ya'ni mana bular nimalar? Mana yirikroq bo'lgan mana bular bronxlar, ya'ni ko'z bilan ko'rinib turibdi. Yirik bronxlar devori qalinlashib ketadi. Qattiq va bo'rtib chiqqan holatda bo'ladi. Ularning rangi xiralashgan, mayda bronxlar va bronxiollar shilimshiq bilan to'lib turadi. Gipersekresiya bo'lyapti. Aynan mana shu sababli shilimshiq miqdori ortib ketgan. Bronxlarning shilliq pardasida tabiatdan har xil bo'ladigan yallig'lanish infiltratlari topiladi. Ya'ni yallig'lanish infiltratlari aynan mana bularni ko'rishligimiz mumkin ekan. Hozirgi sanab o'tgan prostaglandin va lekotrinlar, serotonin, gistaminlar, interleykinlarni uchratishligimiz mumkin ekan. Mikroskopik ko'rganimizda esa shilimshiq ishlab chiqaruvchi bezlar soni ko'payishi. Nima sababdan? Chunki u yerda yallig'lanish mexanizmi yaxshi bo'lmayapti. Proses ketyapti, davom etyapti. Bezlarning soni bu yerga adaptatsiya bo'lib ko'payadi. Giperplaziyaga uchraydi u yerda. Shu sababdan ko'p miqdorda ko'rishimiz mumkin deb ta'kidlab o'tyapmiz. Ular funksional faolligi kuchayib qolganligi va xilpillovchi epiteliyasi ko'p qavatli epitelga aylanib qolganligi bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni ularning funksiyasi ortib boradigan bo'lsa, kuchayib boradigan bo'lsa, ayni u yerdagi xilpillovchi epiteliy ko'p qavatli epiteliga aylanib qoladi. Metaplaziyaga uchraydi. Aynan o'zini shaklini o'zgartiradi. U yerda yallig'lanish jarayoni davom etyapti, endi o'zini shaklini aynan o'sha yerdagi muhitga moslashtiradi. Epitelial hujayralar displaziyasiga uchragan asosiy diagnostik mezon qilib olinadi. Ya'ni uni mikroskopik ko'rganimizda epitelial hujayralarni displaziyaga uchragan bo'lsa, aynan diagnostik mezon qilib olinadi. Xo'p, kasalligimizning oqibati qanday bo'ladi? Bu kasallikning oqibati surunkali bronxit uzoq vaqt davom etadigan bo'lsa, ko'p yo'talishlar natijasida nafas yetishmovchiligi kuzatiladi. Bronxlarning ichiga bo'shlig'i shilimshiqli, yiringli, tiqinlar tiqilgan bronxlar devori elastligi pasayib ketadi va undan keyin esa silindr shaklda hamda xaltasimon kengayishlarga uchraydi. Ya'ni bunda nima demoqchi? Surunkali bronxit kasalligida aynan balg'am ajralib chiqiladi deyapmiz. Aynan bu kasallikning mohiyatida gipersekretsiya bo'ladi, hiperaktivlik bo'ladi, ko'p miqdorda ajralib chiqadi va ular esa aynan bronx devorlarini xaltasimon kengayishiga, bronxektaziyalarga olib kelishligi mumkin deb aytib o'tib ketyapmiz. Bu jarayon bronxitdan keyin bo'lganligi sababli bronxiagen bronxektaziya deyiladi. Ya'ni aynan mana shu bronxit kasalligi sababli u yerdagi yiringlik tiqinlar, yiringlik balg'amlar ko'p miqdorda bo'ldi. Bronx devorini xaltasimon tarzda kengaytirdi. Xaltasimon kengayishi qanday bo'ladi? Xo'p, xaltasimon kengayishi mana bu bronx tarmoqlangan bo'lsa,
Mana shular bronxni tasavvur qiladigan bo'lsak, endi mana bu yerda nima bo'ladi? Mana bu yerda gipersekresiya bo'ladi. Mana giperaktivlik, gipersekresiya bo'lyapti. Uni ishadi. Bu esa nima bo'ladi? Mana ish ko'p keladi. Mana bunda ishgandan keyin, ko'p miqdorda chiqqandan keyin mana bu bronx devori shunga moslashib, mana kengaydi. Mana qolganlarga nisbatan kengayish sodir bo'ldi. Mana bu yerda. Xo'p, aynan mana shunga nisbatan xaltasimon kengayish deb yuritiladi. Mana bu soha kengaydi. Shunday kengayishda tushunarli bo'ldi. Xaltasimon kengayish kuzatiladi. Aynan bronxitdan keyin bo'lganligi sababli bronxigen bronxitasi deyiladi. Bronxitiyalar bo'shlig'ida shilimshiq modda hamda yiring to'planadi. Aynan mana shu yerda kengayib qolgan joyga shilimshiqlar ko'p miqdorda, yiringlar to'planib qoladi. Bu esa u yerda absessni rivojlantirishiga olib keladi. Ya'ni absessga aylanib ketishligi mumkin ekan. Xo'p, bugungi darsimizda qisqacha mazmun mohiyati aynan mana shulardan iborat. Alloh qodir qilgancha tushuntirishga harakat qildim. Siz bilan qisqa vaqtlar ichida Nizomiddin Azim qildi. Patoanatomiyani, ya'ni patologiyani biz bilan oson sifatli tarzda o'rganing. Darslar birin-ketin ketma-ketlikda joylab borilyapti. Shunchaki ularni bir kunda vaqtingiz bo'lganda bir ikkita video darslikni o'zlashtirishingiz o'zi kifoya. Yaxshilab o'rganing, bir kunda bitta video darslikni ko'ring, yaxshilab o'rganing, esingizdan chiqib ketmaydigan bo'lib o'rganing. Ketma-ketlikda juda bir chiroyli holatda berib boryapmiz deb o'ylayman. Mehnatimizni o'zingiz bir baholab, qayerdandir ko'rayotgan bo'lsangiz, kommentariyalar yozib qolishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz bugun tanishib chiqdik surunkali bronxit o'zi aslida nima? Kasallikning etiologiyasi, patogenezi, mexanizm qanday ketdi, makroskopik va mikroskopik ko'rinishlari haqida ma'lumot berdik, tushuntirdik va kasallikning oqibati haqida tanishib chiqdik. Sizga ham bizga ham manfaatli bo'ladi degan maqsadda shu video darsliklar tayyorlanib borilmoqda. Keyingi darsda ko'rib tanishib chiqadigan mavzuyimiz bronxi ektaziyaga bag'ishlanadi. Hammaga rahmat.